Nega oshqozonimiz yetarlicha tuz kislotasini ishlab chiqarmaydi? Nima uchun hazm yaxshi emas? Yo'q, bu shunchaki tasodif emas, bu sizning ovqatlanish odatingiz oqibati. Agar sizning ratsioningiz 80% uglevodlar bo'lsa, oshqozon tamballashadi. Uglevodni hazm qilish oson. Zo'riqmaydi, kislota ham kerak emas. Oqsil va yog'lar ana shunda oshqozonga ishlash kerak bo'ladi. Faol kislota kerak. Kolbasa yesangiz organizmni aldayapsiz. Bu holatda oshqozon kislota ishlab chiqarmay qo'yadi. Natijada og'irlik, shishish, disbiyoz va yallig'lanish. Tuz kislotasi faqat hazm uchun emas, u organizmni viruslar, bakteriyalar va zaharli moddalardan himoya qiladi. Agar kislotalilik past bo'lsa, ular bevosita ichakka tushadi. Natijada mikroflora buziladi, yallig'lanishlar boshlanadi. Nima qilish kerak? Ratsioningizni qayta ko'rib chiqing. Haqiqiy go'sht, tuxum, oqsilni ko'proq yeganingizda oshqozoningiz yana faol ishlay boshlaydi. Batafsil ma'lumot uchun Telegram kanalimga o'ting. Haqiqiy salomatlik shu yerda boshlanadi.